Assalomu alaykum. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum barchaga. Bugun o'zimizga podkastga xush kelibsizlar. Bugun bizda juda bir qiziqarli mehmonimiz bor. Avvalgi suhbatlarimizda Koreyada PhD qilayotgan Dilshod aka Ahmadqulov PhD qilayotgan edi. Hozirda O'zbekistonda faol tarzda UBS universitetida professor bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Dilshod aka, xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda biroz qisqacha o'zingiz haqida tushuntirsangiz. Avvalambor shu ko'rsatuv podkastga taklif qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Hammaga shu ishonch va shu tajribamni sizlar bilan ulashish uchun imkoniyat berganingiz uchun kattakon rahmat. Xo'sh, endi oldingi podkastlar bilan sizlar bilan ko'p uchrashgandik. Mana ismim Ahmadqulov Dilshod. O'zim birinchi bakalavriat faoliyatimni Jumbo universitetida boshlab, magistratura faoliyatimni Chumbuk Milliy universitetida va nihoyat oxirgi doktoranturamni Hanyang universitetida bitirdim. Endi sizlarga ma'lumki, undan oldin Posko grant haqida va undan oldin bo'lib o'tgan ishlar haqida gaplashgandik. Endi ko'pchilik O'zbekistonga kelganimdan keyin hammani qiziqtirgan va yaqinlarim tomonidan ko'p savollar bilan tutilgandik. Ya'ni borgandan keyin qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi yoki PhDni biz qanaqa o'qishimiz kerak ekan, nima bilan maslahat bera olasiz degan so'zlar, ya'ni e'tiroflar juda ko'p bo'ldi. To'g'risi, PhDni o'zim birinchi Hanyang universitetida boshlaganimda albatta top universitet hisoblanganligi uchun bu oson bo'lmadi. Sababi mendan oldin sanaqa So'mbey o'zbek tanishlarimiz bo'lmagani uchun ularga qanaqadir ishonib yoki ulardan bir yo'l so'rash imkoniyati bo'lmadi va ya'ni koreys so'mbeylarim tomonidan yaxshigina qo'llab-quvvatlandi va asosiysi ilmiy rahbarim meni juda qo'llab-quvvatlandi va ko'p yordamlar berdi. Shu bilan bir qatorda bu PhDni tugatishimga yaqindan yordam berib, o'zimning yonimda har doim bo'lgan oila a'zolarim, ota-onam va o'zimni farzandlarim, ayolim tomonidan ko'pgina imkoniyatlar yaratilib berdi va bular hammasi imkon darajasiga yetdi. To'g'risi, o'zi PhDni o'qishda avvalambor nimaga e'tibor berishimiz kerak degan savoldan boshlaydigan bo'lsak, men maslahat berardim. Avvalambor, qaysi sohada siz mutaxassis bo'lmoqchisiz? Masalan, to'g'ri, Sovulte, KS yoki Yonselarda ham juda yuqori va saviyali yo'nalishlarimiz bor, lekin bu aynan siz yo'nalishingiz bo'yicha bir yuqori malakada turishini yoki yuqori darajada turishini hech qanaqa ma'no anglatmaydi. To'g'ri, bular reytinglar odatda umumiy ko'rinishda reyting beriladi, lekin uni yo'nalishlari bo'yicha yoki biror bir maxsus o'zingiz sohangiz bo'yicha ham qanaqadir reyting turishi albatta qiyin masala. Hammamizga ma'lumki, Koreyada eng zo'r universitetlar bu Sevulte, Koryo va Yonsei, ya'ni Sky universitetlari hisoblansa, ular umumiy reytingda zo'r. Lekin texnika texnologiya bo'yicha KS universiteti juda yuqori sohada tursa va arxitektura sohasi bo'yicha masalan Hanyang yuqori o'rinda. Ya'ni shunga o'xshagan tabaqalanishi nafaqat biza bilgan, balki reyting sohasida ham ko'pgina e'tirof etilgan. Misol uchun biz yurtimizda, ya'ni O'zbekistonda siz bitirib kelgan universitetda ko'proq The Times'da, Arvuda va Quest reytinglar asosida sizni bitirib kelgan diplomingiz solishtiriladi va ularni ko'radigan bo'lsangiz, siz universitet o'sha reytinglar asosida har xil o'rinlarda kelib chiqishi mumkin va bizani yurtimizdagi oliy attestatsiya komissiyasi aynan o'sha reytingdan kelib chiqqan bahoga qarab turib, ya'ni o'shalar bergan baho bo'yicha sizga keyingi, ya'ni yurtimizdagi hozirgi kunda ko'pgina yosh kadrlarga aynan o'sha soha bo'yicha o'zini sohasini bitirib kelishiga, PhDni bitirib kelsa va ularga doktor nauk, ya'ni DSK unvonini taqdim qilishadi va menga ham xuddi shu imkoniyat nasib qildi va shundan bildimki, demak, siz tanlayotgan birinchi universitet aynan qaysi soha yo'nalishi bo'yicha qanaqa darajada turishini bilib olishingiz siz uchun muhim hisoblansa, ikkinchi o'rinda bu albatta sizni ilmiy rahbaringiz. Ya'ni aynan siz ko'pchilik mendan ham endi baribir konsaltingda ishlagan paytlarimda ham magistraturada yoki PhDda qanday topshirsam bo'ladi deb savol ko'p berilardi. Men o'ylayman, ko'p bergan maslahatim albatta ilmiy rahbaringizdan rekomendatsiya oling. Sababi rekomendatsiya bilan ba'zi holatda siz hech qanaqa ortiqcha savollasiz to'g'ridan-to'g'ri universitetga qabul qilib ketish imkoniyatingizni ham berishi mumkin. Ya'ni ilmiy rahbar bu yerda sizga juda kerakli va asosiy
driver vazifasini bajarib beradigan inson hisoblanadi. Sababi agar ilmiy rahbaringiz sizni qo'llab-quvvatlashi yoki ko'tarishni xohlasa, bu to'g'ridan to'g'ri amalga oshsa va aksincha agar siz ilmiy rahbaringiz sizni qo'llab-quvvatlashni istamasa yoki bir xalaqit holatda sizni yoqtirmaslik xususiyatiga ega bo'lsa, bunaqa ilmiy rahbar sizni ishingizni juda kechiktirib yuborish imkoniyatini beradi. Ya'ni ilmiy rahbarim mana PhD paytimda juda yaxshi inson, Chungsangil professor hisoblangan va hozirgi kunda endi ozgina betoblik bo'lgancha больницада yotib qoldilar. O'sha o'zlarini tajribalarini, o'zlaridan yonlarida yurish orqali men hattoki oxirgi 6 yil, ya'ni bakalavr magistratura davrimda o'qib o'rganmagan narsamni aynan PhD sohasida o'ta mukammal va puxta o'rganishimga sabab bo'ldi va o'shanda men tushundimki, demak top universitetlar o'z nomi bilan top, ya'ni yuqori daraja reytingga ega ekan. Chunki ularni o'qitish metodikasi, hattoki ba'zi holatlarda siz oddiy shilsib qiladigan joylaringiz yoki konferensiyalarga borganingizda ham aynan o'sha reyting darajasidagi universitetdan juda yaxshi va e'tibor bilan kutib olishi juda meni xursand qildi. Chunki mana shu ilmiy rahbarim orqasidan Samsung Electronics kompaniyasini 2023-yilda adashmasam ko'rsatilgan boshqaruv 25 yilligiga bu konferensiya, juda katta konferensiyasida qatnashishga muvaffaq bo'lganman. Ya'ni u ham har bir professor o'zini ikkita yoki bitta shogird bilan borsa, mana ilmiy rahbari shuni menga munosib ko'rib olib borib ko'rsatgandilar va undan keyin Chejdoda bo'lib o'tgan Chejdo Milliy universiteti tomonidan tashkil qilingan iqtisodiyot konferensiyasiga ham to'g'ridan to'g'ri o'sha ustozimizni ilmiy rahbarimiz orqalaridan borib ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bu albatta to'g'ri, siz borib ko'rishingiz mumkin, lekin unda qatnashib u holatni his qilib ko'rishingiz u уже boshqacha atmosfera, boshqacha aura hisoblanadi. Sababi baribir bilamizki, Koreya dunyo reytingida yuqori o'rinda turgani hisobiga ular qilgan konferensiyalar, ular olib borilgan ba'zi ishlar dunyo reyting darajasida bo'ladi va shunga yarasha e'tibor va ehtirom ko'rsatilishi bu tabiiy holat hisoblanadi. O'shaning uchun ilmiy rahbaringizni albatta e'tibor bilan tanlang. Endi to'g'ri, ko'pchilik tug'iladigan savol, ilmiy rahbarimizni qanday topamiz, bilmasak degan savollar bo'ladi. Avvalambor ilmiy rahbarni siz qaysi universitet topshirishingizdan oldin o'sha universitetni bilamiz, Koreyada har bitta professor haqida link, ya'ni universitet veb-saytida to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar joylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha ma'lumotlarni siz o'qib chiqishingiz, ular bilan tanishishingiz, ularning qilgan ilmiy ishlari, yozgan kitoblari haqida ma'lumotga ega bo'la olasiz va o'sha ma'lumotlarga asoslanib siz o'sha professor o'zi linklari, email adreslari ham mavjud va o'sha email adreslariga siz savol tariqasida o'zingizni tanishtirgan holatda ularga savol yo'llab yozsangiz, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, ba'zida Koreyadagi professorlar kanikuldan band bo'lib chetda bo'lishi mumkin va sizni SMSingizga kerak bo'lsa 1 oy, 2 oylab javob yozmasdan qolish ehtimollari ham mavjud. Va o'sha holatda ham siz tushkunlik kutishmasdan, to'xtamasdan yo'l-yo'riq so'rab yoki o'sha qabul bo'limida hujjat topshirayotganingiz imkon qadar qaysi professorlar chet el talabalarni yaxshi ko'rishini va qaysi professor chet eldan qo'llab-quvvatlashligini siz yonida ko'rib, o'sha orqali siz ko'pgina ma'lumotga ega bo'lasiz va topshirib ketishingiz mumkin. Men o'zim Qanday universitetda yurgan paytimda ko'pgina o'zbek talabalarimiz, yurtdoshlarimiz ham bo'lgan va ularga men birinchi bergan maslahatim bir yaxshi ilmiy rahbar toping va ular bilan maslahatlashib, o'zingiz qiziqishingizni bildiring. Ya'ni ko'pgina talabalar shular orqali Qanday universitetini hattoki fakultet kafedrada yordamchi, ya'ni o'zbek talabalarga yordamchi vazifasida ishlaganlarini ham ko'rganman. Ba'zilarini professor o'zini layoqatidan kelib chiqqan holatda laboratoriyalariga taklif qilib, laboratoriyada ishlab ham kontraktini bilamizki, professor rekomendatsiyasi bilan 50% dan 100% gacha olish imkoniyatlari ham mavjud va shu darajagacha biznikilarni hammasini qo'llab-quvvatlagan. Albatta bundan men juda xursand bo'lganman va bugungi podkast orqali ham shu ma'lumotlarni yana ham ko'pgina yurtdoshlarimizga berib va ba'zilarga manfaatli bo'lsa albatta biz xursand bo'lamiz, chunki har birimizni boshimizdan o'tgan holat bu keyingilar uchun tajriba bo'ladi va bu tajriba ulashishdan biz mamnun bo'lamiz. Va u narsani siz уже qilganingizdan keyin albatta professorlar odatda o'zini talabalarini har doim o'zini fanlariga jalb qilishga yoki o'zlari bilan konferensiyalarga olib yurishga yoqtiradi va ularga shogird bo'lib tushganingizdan keyin aslo ularni takliflarni rad qilmaganingiz maqsadga muvofiq. Sababi u sizni majburlashmas va aksincha sohani mukammalroq o'rganishingizni va sohani mukammalroq tushunishingizga yaqindan yordam berishiga juda katta
sababchi bo'lishadi va siz u orqali nafaqat nazariy balki amaliy isbotlarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu nafaqat bu konferensiyalarga borib kelish bu o'zini yo'liga, lekin shu konferensiyada siz ular bilan, ya'ni boshqa o'zi sohangizdagi o'qituvchi professorlar bilan yoki talabalar bilan tanishasiz va bu sizni kelajakda yana bir networkingingizni rivojlanishiga yaqindan yordam beradi. Albatta bu sohada networking o'ta muhim, sababi bilamizki, ko'p holatlar Facebookda ham o'zimizkilarni ko'ramiz, so'rovnoma to'ldirib berish jarayonlari bo'ladi yoki ma'lum bir holatda tadqiqot bir ishlarini muhokama qilish uchun yordam so'raydigan insonlar bo'ladi va ular holatda ham shu ishlarni qilishimiz juda samarali ish bo'ladi. Albatta bu ishni boshlaganingizdan keyin oxiri bu emas, sababi masalan biz Xaney universitetida o'qiganimizda ikkita maqola, ya'ni Scopus, bilamizki, maqola yozuvchilar buni yaxshi biladi. Scopus maqola yoki o Scopus maqolaga tenglashtirilgan Koreyada KCI degan indekslangan jurnal bo'ladi, qaysiki siz yozayotganingizni bitirgunizcha kamida ikkita maqolani chiqargan bo'lishingiz va o'zingiz dissertatsiyangiz bilan o'sha ishni tamomlashingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham o'sha maqola yozishni birinchi kursdan kiriboq harakatiga tushganingiz maqsadga muvofiq, sababi agar siz u ishlarni boshidan qilishni boshlamasangiz, oxiriga kelganda siz o'qishingiz bora sari shu 8 yilgacha cho'zilib ketish ehtimoli bor. Endi to'g'ri, bizanikilar asosan har xil maqsadda PhD kirish mumkin, lekin qancha tez bitirsangiz, shuncha masalan F2, F5 vizaga olish jarayonlari yoki Koreyani boshqa yuqori firmalariga joylashib ishlashingiz ham juda foyda beradi. Sababi hozirgi kunda bilamizki, hattoki F2 va F5 vizalarida ham yuqori top darajali universitetni bitirish ular uchun qo'shimcha ballar alohida joriy qilingan va o'sha qo'shimcha ballar sizga vizani olishga imkonlashtirish yana ham qadamingizni yana ham yaqinlashtiradi. O'shaning uchun ham men xohlardimki, to'g'ri, avvalambor sharoitga qarab ish qilish kerak. Chunki Koreyaga borishdan hammaning har xil maqsadi bo'ladi. Agar siz ta'lim sohasini tanlagan bo'lsangiz, siz ko'proq uzoq yo'lda yurasiz va kelajagiga ko'proq foyda keltiradigan odamlar qatorida bo'lishingiz mumkin. Sababi bu ta'lim bejizga emas, bizdan borku maqol 5 dan to qabrgacha ilmimizda. Ya'ni shu ilm orqasidan biz ko'p narsaga erishishimiz mumkin va bu narsadan unumli foydalanishimiz kerak. Chunki biz o'qiyotgan top universitetlarda bilmassiz, ba'zi professorlar bor, kerak bo'lsa haftasiga Koreyani prezidenti yoki Koreyadagi oqsaroylarda chiqish qilib ma'lumotlarni tahlil qilib oladigan professorlar bo'ladi. Bunaqa professorlar odatda top universitetda bo'ladi va unaqa professorlar yordamiga kelishish va ular bilan birga ishlash sizga juda foydali bo'ladi. Men o'zimning ilmiy rahbarim, endi men o'zimning soham human resource management, ya'ni inson resurslarini boshqarish bo'yicha boshlagan bo'lsa, aynan o'sha soha bo'yicha bizning rahbarimiz, ya'ni ilmiy rahbarim Koreyani HRM assotsiatsiyasi direktori lavozimida o'tgan 1 yil ichida direktor bo'lib ishladi va shu direktorlik jarayonlarida men ularga yaqindan yordam berib, ulardan ko'p narsa o'rgandim va shu bilan bir qatorda Koreyani rivojlanishi va ularga yaqindan yordam bergan ustozlar bilan tanishib, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbat qilish imkoniyatlarini ham bizga ochib berdi. Shuning uchun ham men har doim ko'p aytaman, ilmiy rahbar oldingizda o'shanga shogird tushishga harakat qilib, yonida yursangiz sizga ko'proq yuqadi, ya'ni ko'proq siz manfaatdor bo'lasiz. Kirganingizdan keyin va ikkita ish yozasiz, dissertatsiya masalasi ham bu juda yuzaki masala emas, sababi 1 yil o'qiganingizdan keyin o'sha 2-yildan to'xtamasdan maqolalar chiqarib, o'zimizda ham hozirgi kunda juda ko'pgina ilmiy maqolalar bo'yicha juda katta e'tibor qaratgan. Masalan, hozirgi kunda bizning UBS universitetimizda 21-may kuni xalqaro konferensiyani qilish arafasida turibmiz va bu bizga biz yuqorida men uzoq kutgan va tanish bilish orttirgan networking jarayonida tanishgan professorlar ham onlaynda suhbat qilish va ular bilan fikr va mulohazalar almashishga yaqindan yordam beryapti va albatta bu ishlarda siz uchun juda foydali. Bundan siz ko'proq manfaatdor bo'lasiz. To'g'ri, ba'zida o'ylashingiz mumkin, PhDdagi top universitetda kontraktlar juda qimmat-ku. Albatta qimmat, lekin undan keyingi foyda siz uchun juda dolzarb va kuchli bo'ladi. Misol uchun o'zimga ham qimmatli qilganda, lekin POSCO stipendiya yutishim bu ishni ancha menga yengillashtirdi. O'shaning uchun ham tushkunlik tushmasdan bemalol grantlarga harakat qilib ko'rishingiz siz uchun foydaliroq bo'ladi. Sababi ular ertaga asosiy maqsad, ya'ni kontraktga ko'tarib bersa, siz bemalol e'tiboringizni o'qishga qaratasiz va ko'pgina ma'lumotlarni yig'ib olishingiz uchun shart-sharoitlar yaratiladi va siz yig'ayotgan ma'lumotlar, o'qigan kitoblarni imkon qadar o'zingiz uchun saqlanib olib qo'yganingiz
yaxshiroq. Sababi ertaga yurtimizga qaytib kelish niyatingiz bo'lsa yoki aynan shu sohada ketmoqchi bo'lgan taqdiringizda ham yuqoridagi qilingan ma'lumotlar sizga yordam beradi. Chunki bitirib ketsangiz, ertaga sizga siz bitirgan universitet kutubxonasidan foydalanishga ruxsat bermaydi. To'g'rimi? Ko'pchilik biladi. Shu kutubxonaga kira olmaysiz va siz saqlab qo'ygan ma'lumot sizga ko'proq az qochishi mumkin bo'ladi. Endi bizda ham Xanning universitetida to'pligini yana bitta menga yoqqan tomoni Cambridge universitetini kutubxonasigacha bizda to'g'ridan to'g'ri dostуп bo'ladi. Ya'ni Cambridge kutubxonasiga kirish va ulardagi yaqinda bo'lgan maqolalarni tatbiq qilib, tahlil qilish jarayonlariga ham yaqindan yordam bo'lgan. O'shaning uchun lekin hozir ham juda kerak bo'ladi. Afsuski, bitirib qo'yganimizga u narsaga dostуп topa olmaymiz va yopiq holatda turadi. Lekin baribir ham hozirgi kunda yurtimizda ham bu narsalarga e'tibor qaratildi. Masalan, oddiy bizning universitetimizda, UBS universitetida ham MIT kabi yuqori top darajali universitetning shartnomalarimiz bor va ular bilan ham biz bemalol kitob almashish, kutubxonadan foydalanish holatlariga ham shart-sharoit, imkoniyatlar qilib berilgan. Xo'sh, endi men sizga hozir PhD'dagi o'qigan holatlarimni aytsam, endi PhDdan keyin yana bitirdim, endi nima qilaman deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, yana bir narsa esimdan chiqibdi. Men o'zi PhD o'qib yurgan davrimda o'zbek tilida kitob tarjima qilganman, ya'ni professorimizni 2023-yilda eng zo'r top seller bo'lgan Shirbek Xanin biznesi iyuga itda degan, ya'ni muvaffaqiyatsiz biznes sabablari degan kitobni o'zbek tiliga tarjima qildi va ushbu kitob hozirgi kunda menga juda asqotadi. Sababi unda nima bo'ladi? Svejiy deymiz o'zbek tilida, rus tilida olganda, ya'ni yaqin va yangi ma'lumotlar bazasi saqlangan. O'sha ma'lumotlar orqali hozirgi kunda menga juda asqotadi va xohlardimki, PhD o'qiyotgan talabalar ham o'zlarining ustozlarini, mayli ustozlari bo'lmasa ham shunga o'xshagan yaqin maqola kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qilib, yurtimizda, ya'ni Koreyada yurgan yurtdoshlarimizga manfaatliroq bo'ladigan holatlarga olib kelgani albatta foydali va o'zimiz uchun ham juda kerakli holatda bo'ladi deb umid qilib qolaman. Endi hop bitirib kelganingizdan keyin nima qilasiz? O'zbekistonda avvalambor hozir yurtimizdan, yurtboshimiz tomonidan aynan yoshlarni va yosh kadrlarni o'zimizga qaratish, ya'ni O'zbekistonga kelib shu yerda shart-sharoit qilib berish uchun juda ko'pgina islohotlar amalga oshirildi. Bundan oddiy misol, masalan, top mingtalik universitetlarni notifikatsiya jarayonini soddalashtirish va talabalar O'zbekistonda to'g'ridan diplomini olib kelib ishlash huquqlari berilgan bo'lsa, ikkinchisi top 500 dan yuqorida o'qiyotgan, bitirgan talabalar uchun BXM, ya'ni eng kam ish haqqini bakalavr uchun 40 baravari, magistratura uchun 50 baravari va doktorantura uchun 60 baravarigacha bo'lgan imkoniyatlarni yaratib berdi. Ya'ni bu degani, siz agar PhDni bitirib, top universitetni bitirib keldingiz deb turib, siz bemalol o'sha O'zbekistonda turib ham 20 milliondan yuqori yoki 15 million, ba'zi joy tashkilotga qarab 15 milliondan yuqori bo'lgan oylikni olib ishlashingizga sizga yaqindan yordam beradi va rahbariyat, ya'ni universitet o'zi ham sizga yaqindan imtiyozlar qilib berib, sizdagi tajribani imkon qadar o'zlarida qo'llash uchun ko'pgina shart-sharoitlarni yaratib bergan desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'shanaqada, masalan, undan oldingi bir iqtibosim bor edi, men aytib ketgandim, agar bizanikilar yagan chuganda ishlaganchalik o'qiganda, o'zi bizni yana bir karra ya'ni Ibn Sino, Buxoriydan chiqaradigan avlod bizni, chunki biz mehnatsevarmiz. O'sha mehnatsevarligimiz ya'ni ta'limga, ilmga qaytaradigan bo'lsa, juda yuqori natijalarga ko'rishimiz mumkin. Mana yaqinda o'zimizda Islom sivilizatsiya markazi yurtboshimiz tomonidan ochilib bergan bo'lsa, undagi tarix, rostdan ota-bobolarimiz kim bo'lganini va biza bu ishni yana bir karra qaytarib olishimizga yaqqol misol va guvoh tariqasida ko'rishingiz mumkin. Chunki tarix baribir bizga o'tgan va qilib o'tgan ishlarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni beradi. Va shundan ham men ko'rib faxrlandimki, demak, ta'limga e'tibor bu kelajakda bizani yana ham shu arbayt sujundan ko'tarilishimizga imkon bo'ladi. Hozirgi kunda bilamiz, ko'pgina yurtdoshlarimiz o'sha yaxshi kompaniyalarda ishlaydi va zo'r, xursand bo'lamiz. Lekin afsuski, uni aksi bo'ladigan holatlarni ham ko'p biz uchratib turamiz, to'g'rimi? Masalan, Koreyada bir ishkal qilib qo'ygan, to'polon qilib bir holatlarga aralashib qo'ygan yurtdoshlarimizdan ko'rib albatta xafa bo'lamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham agar biza shu yagan chuganning o'rniga ko'proq emas, uni ham qilish kerak, to'g'ri, lekin ta'limga ko'proq e'tibor qaratishimiz bizani kelajakdagi o'rnimizni mustahkamlash uchun yaqinda yordam bo'ladi va bunga ishonch bilan ayta olamiz. Va yana bir narsa, yaqinda yurtboshimiz tomonidan imzolangan qarorga muvofiq, ya'ni top 100 talik, ya'ni top 100 talik universitet juda kam va Koreyada bitta Seoul, ya'ni Seoul National University top 100 talikga kiradi. Bu 100 talikdan nima foyda deyilganda,
bu yuztalikda BXMni eng kam ish haqqini 2150 barobargacha yurtboshimiz tomonidan foizsiz kreditlar ajratilyapti. Bu orqali siz yurtimizda ko'pgina ishlarni qilishga yo'llar ochiladi. Ya'ni siz уже bo'ldi, bitirdim, endi nima ish topaman desangiz ham o'zimizga ham juda katta sharoit va keng imkoniyatlar yaratdi va o'shanda men to'g'ri soltiga ham topshirsam bo'lardi-ku deb o'ylab qolgandim, lekin aynan birinchi savolim, siz aynan qaysi sohada bo'yicha universitet yuqori reytingda bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha sohaga siz ketganingiz yaxshiroq. Chunki yuqorida aytib o'tgan 3 ta The Times, Quest, Arva reytinglari aynan xuddi shu sohalar bo'yicha ketgan. Misol uchun, Questda qaysi reytingi ancha pastroq, lekin Arva yo'nalishida bu top 100 talik kiradigan universitet hisoblanadi va bizda bu holatda to'liq qilib turib, o'rtacha baho berilishi bilan diplomingiz notifikatsiya jarayoniga o'tadi va men kelganimda o'sha 2 oy ichida bemalol diplomimni notifikatsiya qilib DSga qilib berishgan va bu foyda ancha, chunki yurtimizda agar siz mana yurtimizda o'qib yurganlar yoki tanishlari bo'lsa biladi, DSga olish uchun siz yana doktoranturadan keyin kamida 3 yildan 6 yilgacha o'qib DSga olishingiz mumkin. Yurtboshimizdan berilgan imkoniyat bo'lsa, siz o'sha topda boshda elitniy universitetda o'qiysiz va keyinchalik bu narsani to'g'ridan-to'g'ri olish, ya'ni bu borada ham vaqtni ham ancha tejab, yuqori natijaga erishishingiz bo'yicha ancha foydali bo'ladi deb hisoblayman. Rahmat katta Dilshod aka berilgan foydali ma'lumotlar uchun. Keyin kuzatuvchilarga bitta eslatma aytib qo'ymoqchi edim. Dilshod aka haqida yanaroq batafsilroq ma'lumot olaman deydigan bo'lsanglar, o'zimiznikilar podkastimizni YouTube kanalida birinchi sonda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni u videomizda Dilshod akamizning shu Koreyaga kirib kelishdan boshlab turib, to Hanyan universitetidan postgrad grantini yutishgacha bo'lgan voqealar hammasi jamlangan. Agar kimda kim u videoda asosan postgrad grantini qanday yutish haqida ifodalar tasvirlab berilgan. O'sha orqali batafsilroq ko'rishingiz mumkin agar birorta narsa tushunmayotgan bo'lsanglar. Xo'p, unda birin-ketin savollarni berishni boshlayman. Xo'p, PhD ga kirganingizdan keyin mana o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib turib, yangi PhD ga kirayotgan studentlarga qanday maslahat bera olasiz? Keyin undan tashqari PhD dissertatsiyasini mavzusini tanlayotganda qanday mavzuni tanlash kerak, qanday mavzularni tanlamagani ma'qul, shunaqa. Keyin dastlabki bosqichlarda qilish kerak bo'lgan narsalar va tugatishga yaqin kerak bo'lgan bosqichlar haqida batafsilroq aytib bera olasizmi? Albatta, endi men bejizga aytmadimki, ikkinchi qiladigan masalangiz bu ilmiy rahbar deb. Chunki ilmiy rahbaringizni tanlashdan maqsad siz aynan qaysi yo'nalishga qiziqasiz va qaysi yo'nalishdan kelib chiqa olasiz. Chunki Koreyadagi ko'pgina professorlar o'zini sohasi bo'yicha uski, ya'ni o'sha sohaga to'liq kirib ketmasdan aynan bir mukammal soha bo'yicha o'tib ketgan bo'ladi va siz o'zingizni qiziqishingizdan va kelajakda o'zingizni nima o'rin ko'rishingizga qarab o'sha ilmiy rahbarni tanlaysiz va tanlash jarayonida siz yuqorida aytdim, kamida 2 ta maqola Scopus darajasiga teng keladigan KSI yo'nalishidagi maqolalarni jurnalda chop etishingiz kerak va shu chop etayotganingizda avvalambor siz 2 narsani o'ylashingiz kerak. Birinchisi, dissertatsiyamni nimada yozaman? Ya'ni dissertatsiyani mavzusini siz tanlab olasiz. Tanlaganingizdan keyin yuqoridagi 2 ta maqolani aynan shu dissertatsiyangizga yaqinroq sohalarda yozish ertaga kunda dissertatsiyangiz yana ham osonroq va tezroq tugatishga yordam beradi. Bilamizki, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan insonlar biladi, odatda maqola yoki ma'lumot bazalari ertaga kunda sizga yaqinroq sohada yoki aynan o'xshashroq sohada ko'proq ma'lumot bazalarini yangilaysiz va olgan ma'lumotingiz kamida 1 yil bilan 2 yil oralig'ida bo'lishi maqolangiz yana ham sifatli bo'lishiga yordam beradi. O'shaning uchun ham maqola yozayotganda aynan dissertatsiyaga yaqinroq maqolalarni qilishni men maslahat berardim va mavzusini boyga aytgandaqa professoringiz o'zi qaysi soha bo'yicha mutaxassisroq bo'lganini bilishingizga qarab. Misol uchun menda professorim HRM bo'lsa ham o'zlari tashkiliy, ya'ni tashkilotdagi xulq-atvor, tashkilotda xodimlarni xulq-atvoriga bo'lishga juda qiziqishlar katta bo'lgan va o'shanga katta e'tibor qaratgan va kelajakdagi biznes strategiyalari bo'yicha ko'pgina kitob, maqolalar chop etganligi sababli men o'zim dissertatsiyam Koreyani rivojlanish strategiyasini O'zbekistonga tatbiq qilish, ya'ni O'zbekiston sharoitini tahlil qilish bo'yicha yozganman va xuddi shu dissertatsiya mavzuidan kelib chiqib yuqoridagi 2 ta maqolam bilan birinchisini bilamizki, Daewoo kompaniyasi Koreyadan O'zbekistonga kirib kelgan va shu sohada aynan rivojlanish modelida avtomobil sozlikda ishlatilgan strategiyalar
Koreyada qanaqa bo'ldi, bu bizga qanaqa ta'sir qildi bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi Yaponiya bu borada ham juda yetakchi hisoblanadi. Ya'ni bilamiz 80-90-yilda Yaponiya mahsuloti hech qachon yaxshimikan degan savol berilmagan va bu to'g'ridan to'g'ri sifat degan namunaga ega bo'lgan mahsulot va ularning sharoitida kompaniyalarda ish jarayoni qanaqa ketganligi to'g'risidagi ikkinchi maqolam bo'lgan va boyagi aytgandek Koreya rivojlanish modelini O'zbekiston tatbiq qilish jarayonida Yaponiya va Koreya strategiyalaridan foydalanib yozishga muvaffaq bo'lganman. O'shaning uchun ham siz maqola tanlashingizda professoringizni tushunadigan va professoringiz yozgan maqolalar bo'yicha ertaga ma'lumotlar olishingiz ham osonroq bo'ladi va ustozingiz, professoringiz yozgan ma'lumotlarni siz o'zingizni maqolangizda majburlash, ba'zilari majburlaydi, ba'zilari ixtiyoriy deydi-yu, lekin baribir ko'p holatda siz o'shanga majbur bo'lasiz o'zingiz yozib ketishingizga. O'shanda siz olishingiz olgan ma'lumotlaringiz ham o'sha ustozingizga va ertangi kunda dissertatsiyangizga ham yaqinroq bo'lishi orqali siz qisqa muddatda tezroq bitirish imkoniyatiga beradi. Rahmat kattakon. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Dilshod aka, mana PhDni bitirdingiz. Bitirganingizdan keyin birinchi ko'p o'zgargan narsa nima bo'ldi? Keyin ko'pchilikka qiziqayotgan savol bo'lsa kerak, qiziqtirayotgan, nega aynan O'zbekistonga keyin sraz qaytib ketdingiz, agar adashmasam? Qolsammikin degan ichingizda xayollar ham o'tdimi? Shu haqida batafsil aytib bera olasizmi? Bu to'g'risi juda bir qiyin jarayon, sababi borsam nima bo'ladi, qolsam nima bo'ladi? Chunki Koreyada 12 yil yashagan bo'lsam, faqat o'qish, ya'ni bakalavr, magistratura, doktoranturada keldi. Xuddi tugab qolgandan keyin endi bu yoqqa nima qila olaman degan savollar uyg'onadi. Lekin Koreyada bemalol F2 7 olib kompaniyalarga joylab ketishga imkoniyatim bo'ldi. Bemalol borib hech qanaqa muammoga uchramadim. Afsuski, agar unaqa kompaniyaga kiradigan bo'lsam, ta'lim sohasida nimaga o'qidim degan savollar ham sabab bo'ldi va shu orada ko'pgina universitetlardan, ya'ni hali O'zbekistonga qaytib bormasimdan oldin, ya'ni shu Vayu jamoasida mani kuzatgan yoki men orqali mani bilgan insonlar tomonidan уже allaqachon takliflar berilishi boshladi. Ya'ni takliflar tushdi va ular takliflarini o'yladim. Chunki qarasam, Koreyada qolgan taqdirimda ham o'sha endi baribir o'ylab qaragan hamma summaga borib taqaladi, to'g'rimi? Hamma bir maqsad avvalambor moliyaviy jihatini yaxshilashga yoki moliyaviy podushka deymiz, moliyaviy yostiqni yaxshilashga e'tibor qaratadi. Chunki shuning uchun ham men Koreyada qolsam ham ertaga shu summa bo'lar ekan, o'z yurtimizga qaytsam ham baribir shu narsani taklif qilishayotgan ekan degan tushuncha uyg'ondi menda va shu orqali menga ishonch bildirib taklif qilgan insonlarni takliflarini eshitdim va o'zimga eng yaxshi va eng maqbul variantni tanladim va bu tanlovimni albatta afsuslanmayman. Chunki to'g'ri, uzoq muddat yurganingiz joyingizni baribir kariyani qumsab borasiz, lekin hozirgi kunda yurtimizda turib ham ko'pgina ilmiy ishlar qilib, ular bilan ko'rishib yoki onlayn orqali ham ko'pgina konferensiyalar o'tkazish orqali ham ancha bilimimizni mustahkam ushlab takrorlashga ham sababchi bo'lib turibdi. Asosiysi siz nima xohlayapsiz, shuni bilishingiz kerak. Agar siz qolib ishni qilaman desangiz, u ishni qilsangiz ham bo'ladi, lekin PhDni bitirib maqsadga erishdingiz, ya'ni siz dars bera oladigan va yuqori malakali inson bo'ldingizda, lekin baribir zavod, kompaniyada yoki biror joyda ishlashingiz u siz olgan PhDingizdagi uровень deb hisoblamadim. O'sha sababdan ko'ra mayli, baribir o'sha holatda bir kompaniyada ishlab o'sha summani olib ham O'zbekistonda to'g'ri o'sha summani to'liq olmasam ham ba'zi bir miqdoriga yetarli holatda bo'lishi ham meni qoniqtirdi va qaytib kelishingiz sabab bo'ldi. Baribir Koreyada yurgan paytimda endi men o'zi oilali bo'lganman, farzandlarim ham, qiz farzandlarim bor va ularni katta bo'lib ertaga kunda tarbiyasiga ham ta'sir qilmasin, chetda yurishim degan narsalar ham sabab bo'ldi va shu ishdan kelib chiqib qaytish menga ma'qulroq variantligini tushundim. Mana kelganimga уже o'tgan yil avgust oyida kelgan diplom olib kelgan bo'lsam, to'g'ridan to'g'ri ishni boshlashga muvaffaq bo'ldik va mana shu kungacha hozirda to'g'risi kun qanaqa o'tayotganini bilmayapman. Sababi ilm bilan mashg'ulmiz, o'zimiz yoqtiradigan kasb bo'lganiga juda foydali va xursand bo'lib yashashimizga sabab bo'ldi. Juda zo'r maslahatlar. Ya'ni Koreyada topmoqchi bo'lgan pulingizni O'zbekistondan topsa bo'ladi. Bu aynan inson o'zini harakatiga bog'liq. Xo'p, xullas PhDni bitirganingizdan keyin o'sha yerda olgan ilmlaringizni, bilimlaringizni O'zbekistonni ta'lim tizimiga qo'llayotgan paytingizda qanday to'siqlarga albatta
bizadagi hozirgi kundagi ta'lim tizimi shakllanib kelyapti va hali to'xtagani yo'q. Koreyada уже allaqachon shakllanib bo'lgan, ya'ni davlat rivojlanish pog'onasida bo'lgani uchun shunga yarasha holatlar ham bo'ladi. Kelganimdan keyin to'g'ri ko'pgina talabalarimizni bakalavriatda oldin, endi to'g'ri oldingi paytda faqat bir yilda bir marta imkoniyatimiz bo'lardi universitetga kirgan, lekin hozirgi yoshlarda birdaniga 2 3 ta, hattoki 5-6 universitetga topshirish imkoniyatlari bor va ular o'zlariga ma'qul variant tanlaydi. Albatta siz endi o'zingizni ko'proq koreys tilida yurganim uchun ham birinchi o'rinda o'zbekona gapirilgan terminlar, ya'ni fan soha terminlarini gapirishga ancha qiynalib qoldim. Sababi oxirgi 5-6 yil faqat Koreyada maqola, Koreyada ilmiy izlanishim bo'lgani uchun ham faqat ingliz tili, koreys tilida ishlashim va ayrim sohalardagi kerakli bo'lgan fraza, terminlarda o'zbek tiliga moslashtirishim qiyinchilik tug'dirib qo'ydi. Lekin baribir o'zbek farzandimiz, o'shaning uchun bu muammoni tez zabt etishga muvaffaq bo'ldim va universitetimiz tomonidan ham ko'pgina shart-sharoit imkoniyatlar bo'lgani uchun ham u darajadagi qiyinchiliklar mavjud emas, balki tezroq moslashib, tezroq o'zingiz talabalarni yetishtirib chiqishga harakat qilib qolganingizdan keyin bunaqa muammo to'siqlarni deyarli qattiq sezganim yo'q. Tushunarli. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda ham inson resurslarini boshqarish yo'nalishi bor ko'pgina universitetlarda. O'sha yo'nalishga qarasak, mana o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib turib aytsangiz, xorijga nisbatan shu soha bo'yicha nima deya olasiz? Qanday rivojlanish anaqasini? To'g'ri, men bu narsani ko'rgandan kelib kuzatishlarim jarayonidan tushundimki, hali u sohada biz hali yetarlicha rivojlanmagan ekanmiz va men ko'rayotgan tirqishlar, ya'ni teshiklar hali ko'p, chunki uni to'ldirish kerak, ustini gaplashimiz kerak. Buni qanday amalga oshiramiz deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizani bozor, ya'ni O'zbekiston bozorida mehnat bozori qanaqa shakllanyapti? Zavod, kompaniyalar nima xohlayaptiki, biz hali yetkazib bera olmayapmiz degan savollar bilan men o'zimizni mehnat bozorimizni o'rganib chiqqanimda ham inson resurslarini boshqarish degan terminni o'zini hali kompaniyalar to'liq tushunmas ekan. Ya'ni HR sohasi, HRlarga talab katta, lekin HRlarga talab kattaligini nimaga kattaligini tushunishmaydi. Odatda HRda bizda rekruter degan termin bor, ya'ni ishga qabul qilish va bo'shatish. Bizda faqatgina aynan o'sha sohagina, aynan o'sha detal rivojlangan, lekin xodimni qo'nimligini, ya'ni xodimni ushlab qolish, xodimni rivojlantirish, xodimni moslashishiga yordam berish, xodimni keyingi kelgusi strategik rejalarini tatbiq qilib, ularga to'g'rilab yordam berish kabi tushunchalar deyarli yo'q. Xuddi ishni boshlaysiz, bo'ldi, tushib ketishingiz kerak. Ya'ni xodimni bosqichma-bosqich kompaniyani madaniyatiga, kompaniyani xohish istagiga moslashtirish degan narsalar juda kam va ko'p holatda yo'qligini topasiz. Shuning uchun ham kelib chiqdim, demak, hali bizda inson resurslarini boshqarish degan fan termin to'liq tatbiq qilinmagan va ko'pgina kompaniyalar buni hali to'liq ma'nosini, negizini tushunmas ekan degan xulosaga kelishimga sabab bo'ldi. Tushunarli. Hozirda UBS universitetida professor hamda tadqiqotchi bo'lib faoliyat yurityapsiz. Shu ham professor ham tadqiqotchisini bir vaqtda o'zida olib ketish qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Shu jarayon haqida bir aytib ketsangiz. To'g'ri, bu narsa boshlanish qiyinchilikdek tuyulishi mumkin, lekin aslida Koreyada magistratura va doktoranturani o'qiganingizda Koreyadagi professorlarning o'zi talabalarini o'qitish jarayonida kompaniyalarga olib borib, kompaniyalardagi bozordagi, Koreya bozor, mehnat bozoridagi muammolar bilan darsni qizitib va ularning yechim topish orqali amalga oshirganligi uchun ham endi bu narsani men ko'rganman va shuning uchun ham talabalarimga o'zimni qotgan maqolalarim, chunki bizdagi tadqiqot ko'nikmalari, akademik ko'nikmalar degan mavzularimiz ham bor, fanlarimiz ham bor va shu fanlarda talabalarga biza qotgan ilmiy ishlarni va bu ishning nimaga muhimligini va bu ishga nimaga e'tibor berishimiz kerak va uni qilgan ishlarimiz haqida talaba bilan muhokama qilamiz. Va muhokama jarayonida siz o'zingiz uchun ishingizni takrorlash bo'lsa va talabalar uchun bu yengillik va yangi g'oyalarni shakllantirishga yaqinda yordam beradi. Ya'ni siz ilmiy ish va tadqiqotni bir vaqtda o'zida amalga oshirishingiz mumkin va buni o'rinni bemalol to'ldirishga imkoniyat va sharoitlar shakllanadi. Bakalavr sharoiti bu ish amalga oshirilmaydi, chunki bakalavr
bu o'z nomi bilan umumiy, ya'ni general ma'lumotlar berilsa, o'sha magistratura doktoranturada sizga bu narsa chuqurroq, ya'ni bakalavr 3-4 kurs siz nisbatan chuqurroq tushasiz, lekin baribir to'liq tushmaysiz, magistraturada chuqurroq tushib, chuqurroq kirasiz. Chunki men o'zimizda ham magistraturalarda ta'limida ham ko'rdim va magistrlar bilan albatta kattaroq bo'lgancha ishlash ham osonroq bo'ladi. Tushunarli. Hozirda O'zbekistonda inson resurslarini boshqarish yo'nalishida kadrlar yetishishligi qanaqa, yetishadimi, yetishmaydimi? Professor, mutaxassislar shunday insonlar haqida nima deya olasiz? Albatta bizning yurtimizda bu soha bo'yicha avvaldan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, ya'ni narxozda bu ishlar bor, Moliya universitetida ham ustoz professorlarimiz mavjud va bu sohada, lekin boya yuqorida aytganimdek, oldinlari bizani yurtda, ya'ni kompaniyalarda bunga e'tibor sezmagan va nisbatan ancha kadrlar kam bo'lgan. Lekin oxirgi yillarni ko'rdim va o'zim mehnat bozoridan shuni sezdimki, aynan HR mutaxassislariga e'tibor juda kuchayib ketgan va bizadagi kompaniyalar ko'p ma'lumotni bilmasligi ham balki shu zamonaviy bilimlarni ko'rmay olmaganligimiz va zamonaviy bozorni to'liq tushunmayotganligimiz uchun ham shunaqa muammolar kelib chiqayotgan bo'lishi ham mumkin deb aytolmayman. Buni albatta hali o'zim boshqa, aynan o'zim soham bo'yicha boshqa professor ustozlar bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmadim, lekin bor va yuzaki bo'lib qolgan ko'proq. Chunki hali insonlarimiz bu sohada bormi, kelajak bormi, yo'qmi degancha juda kamdan kam mutaxassislar topshirgan. O'shaning uchun ham hozir mutaxassis kadrlar juda kam hisoblanadi. Bozorimizga nisbatan juda kam. Tushunarli. Obunachilardan bitta savol kelgan ekan. Stipendiya olish haqida savol kelgan ekan. Qanday o'qish davrida qanday qilib stipendiya olsa bo'ladi? Qayerdan qidirish kerak? Qanaqadir sayt bormi stipendiyalar e'lon qiladigan? Shu haqida ham aytib ketsangiz. Endi bu oldin juda qiyin masala bo'lardi, chunki sababi o'zingiz qidirishingiz kerak bo'ladi. Mana Vayu jamoasini mehnatsevarligi, harakati tufayli bu ish ancha soddalashdi. Men o'zim hozirgacha Vayu jamoasida borman, ko'rib turamanki, har xil stipendiya, har xil scholarshiplar bo'ladigan bo'lsa, Vayu avvalambor e'lonlar berib ketadi va buning orqasidan ko'pgina ma'lumotlarni ega bo'lishingiz mumkin va Vayuni kuzatib yurishingizni maslahat beraman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zingiz o'qiyotgan yoki o'qimoqchi bo'lgan universitetda xalqaro bo'limiga internet orqali kirsangiz yoki ular bilan borib jonli suhbatlashganingizda ham ular tomonidan ko'pgina stipendiyalarga yoki mana oddiy Hanyang universitetining o'zida Samsung Dream Scholarship, ya'ni Samsung kompaniyasi tomonidan beriladigan stipendiyalar ham mavjud edi. Ya'ni o'sha o'zini Hanyang universitetida o'qigan talabalar uchun. Shunga o'xshagan yoki ba'zida bekorga ilmiy rahbarlar yuqorida ta'kidlab o'tganim yo'q. Sababi ilmiy rahbarlar oddiygina bir qog'oz sizga nisbatan rekomendatsiyasi ham siz o'qiyotgan universitetda 50% dan 100% gacha stipendiya olish kuchiga ega. O'shaning uchun ham uchinchi shaklda hech bo'lmasa professoringizdan rekomendatsiya olishingiz siz uchun foyda tariqasida o'taveradi. Lekin u stipendiyadan olishdan oldin siz kamida to'pkizni 5 yoki 6 holatga olib qo'ysangiz, undan ham yaxshi. Sababi baribir oxir-oqibat natija to'pkiz bormi, yo'qmi degan savolga ham borib taqalib qolishi mumkin. Tilni puxta bilsangiz, to'g'ri, ba'zilar og'zaki zo'r biladi, lekin to'pik natijasi bo'lmaydigan holatlar ham kuzatilib qoladi. Tushunarli. Til bo'yicha gap boshlanib ketadi. Bir yo'la aytib ketay. O'zingiz IELTS bilan kelgansiz, adashmasam. Hozirda ham IELTS'ingiz ham bor, TOEFL'ingiz ham bor, KPP sertifikatlaringiz ham bor. Shu o'qish davrida til o'rganish jarayoni haqida ham biroz to'xtalib o'tib ketsangiz. To'g'ri. O'zim birinchi 2013-yil oktyabr oylarida IELTS 5.5 bilan Jumbo universitetiga kelgan bo'lsam, o'zim til qiziqqanman, tilni yaxshi ko'raman va ungacha baribir rus tili, ingliz tilini bilishimiz qolgan tilni yana ham osonroq ketishimiz sababchi bo'lgan. Birinchi borgan paytlarim universitetda o'zida hali ingliz tilini yaxshi bilmasligi, ya'ni IELTSdan borganman uni, baribir yaxshi bilmasligini ko'rgandan keyin bu karislar ingliz tilini o'rganguncha men karisni o'rganib qo'yarkanman degan narsa o'zim ichimda o'tgandi va shu narsaga harakat qilib ko'pgina ustozlarimiz, ya'ni karislar o'qituvchilarim menga bunga yaqindan yordam bergan, hattoki darsi tugagandan keyin 1 soat, 2 soat ustozlarga iltimos qilardim, yo'q demasdi. Ular bilan yana shug'ullanib, kursdoshlarim bilan yana fikr almashib, gaplashishga uyalmaganman. Ya'ni to'xtovsiz shu tiliga, koreys tiliga moslashishga,
yuqori yutuqqa ega bo'lish uchun to'g'ri harakatlar qilganman va tilda o'zi bitta asosiy shart bor. Siz hech qachon uyalmasligingiz kerak o'rganayotganda. Agar uyalib tortinadigan bo'lsangiz, siz o'shandan o'sha yutqazishni boshlaysiz. Agar uyalmasdan to'g'ri ma'noda yaxshi narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, harakat qilganingiz sari karisani bilamiz. Endi hozirgi kundagi karis emas, oldinroq ham, hozir ham yomon emas o'zi aslida. Hech qachon tortinmagan biror narsani o'rgatishga. Siz bilan so'rasangiz, erinmasdan tushuntiradi, qo'llab-quvvatlaydi, yo'l yo'riq beradi, imkon bo'lsa, siz bilan birga ishlashga ham rozi bo'ladi. Va bu narsaga erishish uchun qat'iy ingliz tilini bilsangiz, ularga ingliz tilini o'rgatish bilan rahmat tariqasida unga tashakkur bildira olasiz va shu orqali o'zaro tushuncha hosil bo'lishiga yordam beradi. Yaxshi maslahatlar berdi til o'rganuvchilarga. Ya'ni o'sha til o'rganayotgandan keyin uni amalda ham qo'llash kerak, faqatgina o'qib ketavermasdan. Bu bilan aytmoqchisizki, ya'ni xato bo'lsa ham gapirish kerak-da, u narsani uyalmaslik kerak. Xato gapirib qo'ysamchi, noto'g'ri gapirib qo'ysamchi deb odam ichida ham o'zi o'tib qoladi, keyin gapirmaydi. O'shaning orqasidan ham til o'rganish jarayoni cho'zilib ketaveradi. Shunga zo'r maslahat bo'ldi. Shunday qo'rqmasdan xato bo'lsa ham gapirsanglar, biroz bo'lsa ham tilinglar darajasi biroz oshadi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, hayotingizda eng katta burilish bo'lgan nuqtasi haqida aytib bera olasizmi? O'sha paytda ya'ni noto'g'ri qaror qilganmisiz yo to'g'ri qaror qilganmisiz? O'sha jarayon bo'lganmi hayotingizda? Albatta bo'lgan, lekin uni aytishdan oldin yana bir narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman til borasida. Hozirgi kunda bilamizki, Turkiy Samosovda, ya'ni migratsiyada volontiring xizmatlari bor. O'sha xizmatlarga ham borib tekinga kuningizni qaysi qismini ajratishingiz sizni hujjatlar, dokumentatsiya borasidagi karis tilingizni rivojlanishiga juda katta yordam beradi. Chunki bu borada men o'zim ham volontiring qilib borib, kunimning qaysi qismida borib ularga tarjimon bo'lib yordam berib, hujjatlarni ko'rib qarab berish orqali ko'pgina tajribaga ega bo'lganman va bu keyinchalik menga o'sha yurgan paytimda advokatura maslahatlarini berish va orada karis tilidan sud jarayonlarida tarjimon bo'lish kabi sertifikatdan olishda menga juda yordam bergan va shu tariqa prokuratura, migratsiya, sud jarayonlarida to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish vakolatini olib, ancha ketishimdan bir ikki yil shu ish bilan shug'ullanganman va o'shancha xohlardimki, yurtdoshlarimiz ham o'zlarini vaqtini, qisman vaqtini shunaqa volontiring jarayonlariga ajratsa, yana ham tilni mukammal va osonroq, puxtaroq o'rganishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, yaxshi, albatta hayotimda burilish nuqtasi bo'lgan, chunki Koreyaga birinchi borganingizdan keyin albatta 4 yil o'qiysiz, 4 yil yashab borgan universitet xuddi sizni ona yurtingizdek tuyulaveradi. Koreyaning boshqa nuqtasiga borsangiz ham qaytib ketsangiz xuddi o'zingizni tarelkangiz deymiz, o'zingiz joyingizga tushib qolgandek mazza qilasiz. O'sha nuqtada birga ishlab yurgan akamiz bo'lardi, Muzaffar aka, o'sha aka maslahat berardi. Ko'p Dilshod, siz tilni yaxshi bilasiz, to'pikingizni balandroq olib turib, yuqoriroq reytingga kiring, ertaga kelajakda sizga asqotadi degan maslahatni berardilar va shu maslahatni men o'ylab yurib, endi ketishga rosa qiynalardim. Chunki endi o'rganib qolgansiz, tanish oshna-og'ayningiz, ya'ni tanish karishlar ham o'sha tomonda bo'lganda tashlab ketishingiz juda qiyinroq deb tuyuldi menga boshida. Lekin aynan shu sharoitda orada o'sha magistratura o'qishimdan oldin baribir uylandim. Uylanganimdan keyin yana bilasizki, yangi shaharga borib ko'chish qanaqa bo'ladi, nima qilsam yaxshiroq bo'ladi degan savollar yana battar sizni qiynaydi va agar siz shunaqa holatga tushgan bo'lsangiz, borib ketishni maslahat beraman, chunki unaqa payt siz komfort zona deymiz, to'g'rimi? Komfort zonangizga tushib qolgan bo'lasiz. Bu komfort zonaga tushish sizni o'stirmaydi. O'smaysiz. Siz keyingi qiyinchilikka borib o'sha joyda komfort yaratish uchun yana siz qiynalasiz, bir narsa o'rganasiz, bir narsadan voz kechasiz. Aynan xuddi shunaqa nuqta meni bakalavr bitirib magistraturaga yaxshiroq universitetga o'tib ketayotgan vaqtimda sodir bo'ldi va bu narsadan men afsuslanmasdan, balki hozirgacha xursand bo'laman, chunki o'sha paytdagi qarorim o'sha keyingi qarorlarimni qo'rqmaslikka va shaxtam qadam tashlashga turtki bo'lib turdi. Tushunarli. Yana bir til o'rganish bo'yicha qo'shimcha qilib aytib ketmoqchi edim. Koreyada Sahve Tonghab program degan dastur bor. Ya'ni Koreya jamiyatiga integratsiyalash, agar noto'g'ri tarjima qilmagan bo'lsam, shunday tarjima qilinadi. Shaxsan o'zim tavsiya qilaman til o'rganuvchilarga, koreys tilidan qayerda arzonga o'rgansam bo'ladi deganlarga zo'r maslahat, zo'r joy bu o'rgangani. Bitta darajani 100 soatcha o'qiysizlar. Agar
puli ham juda qimmat emas. 3 oyga 100,000 so'm xolos. Atigi 100,000 so'm xolos. Agar 95 soat yoki 90 soatdan oshadigan bo'lsa, даже 50,000 wonga ham tushirib o'qisa bo'ladi. Undan tashqari, Koreyada juda bir har xil global sentrlar bor. VU kanalimizga o'zi davomiy ravishda har oylab yuklab boramiz. Kuzatib tursanglar, kors tili kurslari juda ham ko'p aytmoqchi bo'lganim. Hop, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, 22 yoshingizga qaytib qolganingizda o'zingizga nima degan bo'lardingiz? Ya'ni qaysi xatoni shuni qilmaganimda kelajakda shunaqa bo'lmasdi der edingiz? Bu o'zi haqiqatan real bo'lishini xohladim deymiz. Chunki boya aytgandek, men Hanyang universitetida ilmiy rahbarimdan juda ko'p narsa o'rganganman va agar 22 yoshga qaytish imkoniyati bo'lganda, men yana qo'rqmasdan top universitetga harakat qilardim. Ya'ni top universitetda o'qishga qo'rqmaslik kerak ekan, chunki top universitet to'g'ri qimmat, lekin o'shanga yarasha siz topish imkoniyatingiz bo'ladi. Chunki men ko'pchiligiga endi men bilan gaplashgan insonlarga juda ko'p aytardim, agar siz Garvard yoki Kembridjda o'qish nasib qilsa, kontrakt $100,000 bo'lsa ham siz o'sha narsani topar ekansiz. Chunki borasiz, o'qiysiz, harakat qilasiz, professorlaringizga yordam berishni boshlaysiz va boya aytgandek xalqaro bo'lim tomonidan ham aynan har xil turdagi ko'pgina scholarshiplar ham bor. O'sha grantlar asosida siz topib, joylashtirib o'qishga harakat qilasiz va o'zingiz bilmagan holatda kontraktingiz uchun mablag'ni yig'ib qo'ygan yoki qatlamda topib qolgan holatga kelib qolasiz. 22 yoshga qaytganda men yana qaytadan yuqori universitetga harakat qilardim. Top universitetda o'qishga o'zim majbur qilib turib borardim qaytib. Tushunarli. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, keyingi eng yaqin 2-3 yil ichida qanday planlaringiz bor? Nimalar qilmoqchisiz O'zbekiston sharoitida? O'sha yurtimizda ko'rganda sizda ta'lim sohasida ikkita yo'nalish bor, ya'ni ilmiy daraja bor va ilmiy unvon bor. Hozirda biza o'qib, PhD o'qib, DSK olishimiz bu hammasi ilmiy darajaga ketadi, lekin ilmiy unvon borasida hali tajribaga yetmaganligimiz uchun, masalan, bilamiz, endi ta'lim sohasida yurganlar biladi, ko'proq stajyor o'qituvchi, katta o'qituvchi, dotsent, professor va akademik kabi unvonlar mavjud. Men hozirgi kunda bu unvonlarni PhD DSK bo'lganim uchun katta o'qituvchi, ya'ni VB dotsentlikka nomzod shaklda turibman va shu yaqin 2 yilda harakat qilib shu darajamni professorlik maqomigacha olib chiqish niyatim bor. Chunki bu borada ham siz ko'pgina ilmiy kitoblar yozasiz, o'quv qo'llanma, monografiya va ko'p turdagi maqola va Scopus darajadagi maqola yozishga ancha-muncha vaqt sarflanadi va shu narsalarni hozircha fokus bergan narsa xuddi shu hisoblanadi. Tushunarli. Bizda hozircha shu savollar edi. Endi hozir obunachilardan kelgan savollarni bir o'qib o'tkazaman. Xo'p, professorlar odatda emailga javob bermaydi. Professor bilan qanday qilib uchrashsa bo'ladi? Shu haqida birorta tajriba haqida aytib berasizmi? O'zingiz tajribangizda. Albatta, professor boya aytgandek javob bermaydi. Ko'p holatda javoblar yo'q. Shuning uchun ham siz o'sha javob yozganingizdan keyin yana bitta narsani esdan chiqarmay, bitta emailni 5-6 ta professorga hech qachon yozmang. Chunki siz 5-6 professorga yozib qo'yadigan bo'lsangiz, u professorlar o'zaro suhbatlashadi va sizni universitetga harakatingiz borligini biladi, lekin tom ma'noda kim birinchi yozsa o'shanga shogird tushaman degan logikangiz borligi uchun ham ular sizni olmaslikka harakat qilib qoladi. O'shaning uchun bitta professor tanlang, javob bermagandan keyin 1 hafta 10 kundan keyin universitetga borib, o'quv bo'limidan shu professor haqida ma'lumot so'rang. Ba'zi professorlar yoz kunida ham tadqiqot o'tkazish uchun o'zini laboratoriya xonalarida bo'ladi, yokida ba'zida xalqaro bo'lim direktori, xalqaro bo'limdagilar o'sha professorni bo'sh vaqtini siz uchun bilib beradi. Va shu orqali siz u professorni ushlash imkoniyatingiz bo'ladi. Lekin ushaganda ham 5 minut vaqtingiz bo'ladi. Nima sababdan uni tanlaysiz? Nimaga kerak degan savollarga javobni va yuqorida aytgandek o'zlarining yozgan maqola, kitoblari bo'ladi. O'sha maqolangizni o'qishni men shu narsani tushundim yoki o'sha kitobingiz orqali men shu narsaga ega bo'ldim va buni o'zimizga yoki yurtimizning ravnaqiga ishlatish tarafdoriman degan trik gaplar bilan siz uni yana ham e'tiborni qozonishingiz osonroq bo'ladi. Tushunarli. Keyingi savollarimizdan bittasi, siz professor sifatida o'qitish metodikangizni qaydan shakllantirasiz? O'qitish skilllarini oshirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni hozirgi universitetda professorlik lavozimingizda aytyapti shekilli. Bu metodika sohalarini rivojlantirish bu juda muhim savol. Sababi
ertangi kunda siz bolani qanaqa o'qitasiz degan savolga javob bo'ladi. Lekin buni olish yo'li, boya aytmadim, bekorga ilmiy rahbar demadim. Ilmiy rahbaringizni darslariga kirib o'tiring, ilmiy rahbaringizni dars berish jarayonini kuzating va undan ko'pgina metodika yo'llarini so'rasangiz, u ba'zi professorlar va ilmiy rahbarim ham metodika jarayonlarini o'zlari o'rgatardilar. Ba'zida kitob berib, o'sha kitobni o'qib, ertaga shu yo'sinda foydalansangiz sanki foydaliroq bo'lardi degan tavsiyalarni ko'p beradilar. O'shaning uchun ham siz ilmiy metodikalardan birinchi kuzatishdan boshlab, keyin o'qib, yana kuzatish orqali siz o'zingizni yo'lingizni topishga harakat qilasiz. Topa olasiz albatta. Tushunarli. Keyin yana bitta savol bor ekan, qolib ketibdi. Aynan PhDni bitirganingizdan keyin O'zbekistonda diplomingiz o'tmasligini, ya'ni adashmasam elektron mygo.uz orqali o'tkaziladi. Shu jarayon haqida ham biroz aytib ketsangiz. Qanday o'tkazdingiz? mygo.uz orqali o'tkaza olasiz, lekin uni avvalambor magistratura, bakalavr diplomlari mygo.uz orqali o'tkaziladi. Unda mygo.uz saytiga kirsangiz, o'zi talab qilingan shartlari bo'ladi, lekin siz diplomingizni o'zbek tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlangan holatda yuklashingiz bilan, adashmasam to'lovdan keyin 1 oy ichida sizga o'zi javob berishadi va aytdim, top 1000 talik universitetlarga kirganlar hech qanaqa muammosiz notifikatsiya qilinadi. Top 1000 talik kirmaganlarga oliy ta'lim muassasasi, ya'ni vaqt deymiz, oliy assotsiatsiya muassasasi tomonidan imtihon kuni belgilanadi va imtihonni topshirib siz shu O'zbekistonda, yurtimizda diplom olish narsa tenglashtirib beriladi. PhD masalasiga keladigan bo'lsak, yaqingacha 1 oy oldin ham siz uni oliy attestatsiya tashkilotiga уже kirib onlayn emas, topshirishingiz kerak bo'lardi. Lekin hozirgi kunda uni olib tashlab, mygo.uz sayti orqali uni amalga oshirish imkoniyatini berib qo'ydi. Men maslahat beradim, agar siz bakalavr, magistratura, doktorantura o'qigan bo'lsangiz, oxirgi o'qigan joyingizni diplomni notifikatsiya qildirish sizga yetadi, qolganlarini qildirib o'tirish shart emas. Va bu ishni ancha soddalashtirilgan va oson formatga keltirib qo'yildi. Tushunarli. Yana bitta savol bor ekan. Koreyada ish madaniyati bilan O'zbekiston ish madaniyatini solishtiradigan bo'lsak, qanday bir muammolarga duch keldingizmi? Shular haqida ham bir to'xtalib o'tib ketsangiz. Endi bu borada bu aniq, nima deydi, inglizda crystal clear deydi. U aniq faktki, bu madaniyat borasida juda katta farq bor. Sababi Koreyada xodimni hurmat qilib, xodimga yordam beradi, xodimni tushunishga harakat qiladi. Bizda buning ham qisman bor, qaysiki ba'zilar bizga o'xshab chet elda o'qib kelgan rahbariyatlar sizni qo'llab-quvvatlaydi. O'zimizdan chiqmagan rahbariyatlarda hali u narsani prezidentimiz shu narsani tushunib, shu narsani qilinglar degan tushunchalarni tushunmaganligi uchun ba'zida bosimlar bo'lib turadi. Lekin bu qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar sizni jamoangiz yaxshi, sizni moslashingizga yordam beradigan va sizni tushunadigan hamkasblaringiz bo'lsa, bu ish oson va qulayroq bo'ladi. To'g'ri, qo'polda tuyulishi mumkin, lekin jamoangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bunga osonroq va tushunarliroq moslashasiz. Tushunarli. Keyingi savollardan bittasi, xorijda o'qimoqchi bo'lgan vatandoshlarga nima deya olasiz? Oxirgi so'zingizdan aytadigan bo'lsak, nima maslahatlar bera olasiz? Yurtimiz tomonidan bunga ko'pgina keng imkoniyatlar yaratildi. Biz chetga chiqmoqchi bo'lganimizda biz unaqa sharoitlar bo'lmasdi. Hozirgi kunda El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan yaxshi natijaga erishgan va top universitetlarga kirgan talabalar davlat tomonidan sponsor, ya'ni davlat tomonidan grantlar berilib, qo'llab-quvvatlanadi. O'shaning uchun ham xohlardimki, harakat qilib, yuqori saviyadagi oliygohlarda o'qib, o'zimiz yurtimizdagi ko'proq hissa qo'shishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ko'rdik, shu paytgacha ko'rdik, ketib qolgan qaytib kelmadi va yurtimiz ravnaqi uchun harakat qilinmadi. Endi bizdan keyingi va biz kabi yoshlar shuni xohlardimki, o'qib o'rgansin va qaytib kelib yurtimiz ravnaqiga shart-sharoit yaratilsin. Nimaga? Bu borada ko'pgina shart-sharoit va islohotlar amalga oshirilgan va bu borada to'g'ri tushunadigan insonlar borligi uchun ham siz bunga qiynalmaysiz. Oldingidaqa qiyinchiliklar qolmagan deyarli. Tushunarli. Agar kimdir savoli bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda yozib qo'yishingiz mumkin. Mansur Bey, yana aytmoqchi edimki, endi bizda hozir kechki payt soat 5 bo'ldi. Bu degani
kechki payt 6 paralarimiz ham mavjud. O'zimni ham shaxsan darsim bor. O'shanga agar imkon bo'lsa 7 minut vaqtimiz qolibdi. Shu yana bir ikkita savolga javob berib yakunlasak ham yaxshiroq bo'lardi. Aha. Bitta yigit O'zbekistonda imkoniyatlar qanday, PhDni bitirib borsangiz deb boya aytib ketdi shekilli. Mayli, yana bir marta to'xtalib o'tib keting. Endi agar yurtimizdagi qonunlarga tayanadigan bo'lsak, boya aytdim, top 300 talik universitetlarni, top 500 talik universitetlarni bitirib kelishingiz davlat tomonidan eng kam ish haqqini bakalavr uchun 40%, 40 barovari, magistratura uchun 50 barovari va doktorantura uchun 60 barovari. Ya'ni eng kam ish haqqi nima ish boshida qat'iy nazar уже 15 milliondan boshlanadi va bu yoqqa tajribangizga qarab turib sizga ham yaxshi imkoniyatlar beradi. Ya'ni chunki hozirgi kunda bilamiz, Koreyada ham narx-navolar ko'tarilib ketdi, Koreyada ham urush sabab qimmatchilik bo'lib ketdi. Endi baribir arendangiz bor, sug'urtangiz bor, yana hokazo sharoitlar tufayli baribir hozirgi kunda qiyin bo'lib qoldi. Ya'ni 1,5 ming, 2 ming chiqarish qiyin baribir, to'g'ri ochiqchasi aytganda. Bu o'qib kelishingiz o'zbek yurtimizdagi sharoitdan kelib chiqib o'shancha summani topa olish bu albatta kichkina emas, yaxshi va yetadigan daraja bu hisoblanadi. Toshkentning o'zida agar siz viloyat va o'z joyingizga ketadigan bo'lsa, undan ham bemalol yetadi deb hisoblanadi. Yurtimizdagi iqtisodiy holatga nisbatan ancha yaxshi. Tushunarli. Dilshod aka, rahmat katta sizga bugun, ya'ni qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Juda ko'p bir tinglovchilarga, vatandoshlarimizga foydali bo'lgan degan umiddaman. Mayli, unda siz darslaringizga ilm berishda to'xtamang. Ishlaringizga omad. Agar kimdir savollari qolib ketgan bo'lsa, kommentlarda yana yozib qo'yishi mumkin. Keyinchalik agar Dilshod akamiz o'zlari ko'rib qolsa, agar qiziqib qolsa, u savollarga o'zlari javob berishga harakat qiladi. Ya'ni vaqtlariga qarab turib. Dilshod aka, rahmat sizga katta. Sog' salomat bo'ling. Mayli, keyingi podkastimiz sonlarida ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham shunaqa tashrif uchun, shunaqa e'tibor uchun. Albatta yurtimizdagi vatandoshlarimizga aytadigan narsamiz, oxirgi so'zimizdan bittasi, albatta siz hozirgi kunda qiynalib arbatishayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin bunda bu hali o'tib ketishligini tushunishingiz va o'tib ketish uchun siz yana ham ta'limga e'tibor berishingiz bu o'ta ahamiyatli hisoblanadi va ta'lim orqasida kelajakda sizni undan-da hozirgi holatdan yaxshiroq imkoniyatlar kutib turibdi va bunga erishish faqat o'zingizni qo'lingizda. Izlanishdan, ilm olishdan charchamang. Charchasangiz yutqazib qo'yasiz. O'shaning uchun bundan buyog'iga faqat sun'iy intellekt, data science kabi sohalarga yana ham kattaroq e'tibor bering. Bu albatta kelajakda sizni ish bilan ta'minlash eng xavfsiz sohalardan bittasi bo'lib qoldi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Rahmat katta sizga ham. Sog' salomat bo'ling. Mana shu yerda to'xtatamiz. Rahmat katta.